Ay bet, okey, endi men soliqlarni olishim kerak. Xo'sh, qanday qurolim? Mana bu shu 3 ta uyimida. Ay bet, bro, soliqlarni bersangiz. Okey, soliq. Qani, okey, rahmat. Adushi, jo'ng sog' bo'lsin. Bo'ldi, uyga kirishingiz mumkin. Xo'sh, ikkinchi uydan ham so'rasak. Bro, soliq. Uyga kimdir bormi? Okey, soliqdan kelgandik. Soliqni bersangiz. Xo'sh, okey. Wow, oltin, temir, izmrod, almaz. Okey, rahmat. Adushi, jo'ng sog' bo'lsin, sizni ham uyga kirishingiz mumkin. Bu yerda kimdir bormi? Bor ekan. Bro, soliqdan keldik. Bro, soliqni bersangiz. What? Bo'ldi, yig'lamang. Erkak kishi yig'lamas kerak. Bo'ldi, uyga kiraverishingiz mumkin. Sizni o'ldirmayman. Okey. Mayli, endi bitta yeri bor ekan. Mayli, erkak kishi yig'lamas kerak. What? Qanday ovoz? Yo, what, bro? Hacker tarixi 10 yil oldi. Bro, siqilmang, taylab ketgan bo'lsa bo'ldi. Boshqa qiz topamiz sizga. Okey, tushunarlimi? Boshqa emas qilmang. Boss ham meni chaqiryapti. Hozirroq borishinglar shart. Umar ketdi unda. Chaqiryapti ekan. Bu ketdik. Go. Xo'sh, o'sha yig'in boshlandi-yu. Qanaqa yig'in bo'lyapti? Assalomu alaykum, bola, yaxshimisizlar? U qanaqa yig'in? Bolalar, sizlarni chaqirganimdan maqsad hamma o'z ishini a'lo darajada qilayotganini aytmoqchi edim. Lekin hacker sendan tashqari. Nima deganingiz? Men ham yaxshi bajaraman. Nimani noto'g'ri qilgan ekanman? Sen bitta ham ishda eplolmaysan. Hatto jetllar ham sendan qo'rqmaydi. Shuning uchun bir qarorga kelib, seni odamlar dunyosiga yuborishga qaror qildim. Nima odamlar dunyosiga? Yo'q, faqat bu emas. Yo'q, kima? Yo'q, yaqinlashma. Yo'q, odamlar dunyosiga. A'lo darajada bajarildi. Yaxshi, endi u barchaga tanilib mashhur bo'lmaguncha qaytmaydi. Agarda yanada ko'proq zo'r kontentlar chiqishini xohlasangiz, shu videomizga bittagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar, sizlarga ishonaman, bittagina like jalka emas. Agarda yangi video chiqishini xohlasangiz, qizil belgidagi obuna tugmachasini bosib qo'ying. Qayerga kelib qoldim? Baribir odamlar dunyosiga kelib qoldim mana. Endi nima qilaman? To'xtada, boss hech qanday ishga yaramaysan dedimi? Hozirroq ish topishim kerak. Ketdim, qayerdan topsam ekan, bu yoqda bo'lish kerak. Okey, ish topildi. Bu dahshat joy ekan, bro. Menga ish keraklar. Qanaqa ish bo'lsa ham ishlayveraman. Любой ishingizni aytavering. Unda qara, sen qishloqlarning oldiga borib, hammasidan birma-bir soliqlarni olib kelasan. Shu xolosmi? Da, shuni iplarsang bo'ldi. Soliqlarni bu yerga olib kelasan va senga o'z soqqangni beraman. Okey, unda men ishga borsam ham bo'ladimi? Qishloq qayerda? 48-qishloq. Okey, unda men ketaveray. Hozir bu yerda qilayotgan ishim yo'q. 48-qishloqqa ketdim men. Xo'sh. Eshikni yopib ketsak, sovuq kiradi. Xo'p, yopamiz. Okey, men qishloqni topdim. Va nihoyat 48-qishloq. Okey, men bu yerdan qanday soliqni olsam bo'larkan shetillardan? Xo'p, bro, to'xtang. Soliqni bersangiz. Kechirasiz, soliq. What? Okey, mana shu uydagi odamdan soliqni so'rab ko'raman, xo'sh. Qanaydir ovozlar chiqyapti. Bro, soliqqa kelgandim. Soliqni ber. Yo, what the hell? Yo, fermer. Yo, stop. Ularni qo'rqitmasa soliqlarni berishmayapti. Yo, bro, hozirroq soliqni bermasang seni o'ldiraman. Tushunarlimi? Ay, bet, bu yer menga yoqib qoldi. Tepada ham qishloq bor ekan u. Chil, demak bu yer juda katta qishloq ekan. Xo'p, bu yerlarda ham odamlar yashar ekanmi? Ay, bro, sen nimalar qilyapsan bu yerda? Demak, sen telefonga GTA 5 o'yinini skajat qilmoqchimisan? Okey, unda senga bitta o'yinda maslahat beraman. Faqat senga barcha obunachilarga maslahat beraman. Qarashdak senga ko'rsataman hozir. Mana buni bu yerga tiqsak, go. Obunachilar, nihoyat GTA 5 o'yinini telefonda yuklab olish imkoniyati berildi. Siz bu o'yinda juda ko'p kasblar egasi bo'lishingiz mumkin. U kasblardan topgan pullaringizga o'zingizga mashina yoki uy olishingiz mumkin. O'yinga kirib biznes qiling yoki shaxtyorlik sohalarini egallang, balkim o't o'chiruvchilik kasblariga kirib ko'proq pul ishlang. Obunachilar, agarda sizlar o'yinga kirganinglarda hech qanday uy yoki mashinangiz bo'lmasa, sizlarga jiddiy yordam beraman. Obunachilar, 25-serverga kirib hacker provokatini kiriting va 30 ming so'm o'yin valyutasini, ya'ni pulini 7 kunlik VIP va 3 kunlik Mercedes-Benz Gelik avtomobilini oling. Promokod esa barcha serverlarda ishlaydi. Grand Mobile'ni skejat qilib olmoqchi bo'lsangiz, video ostidagi silka orqali skejat qilib olsangiz bo'ladi. Ushbu silkani kommentariyaga ham qoldiraman. Agar o'yinni skejat qilib olganingizdan so'ng o'yinga kirishda muammolar bo'lsa, video ostida kirish videosini ham qoldiraman. Bular chota o'zida ketib qopti, qiynashmasa soliq ham bermaydi. Demak, bular qo'rqitib qo'yish kerak. Qanday qirol? Okey, ketdim. Ay, bet, xo'sh, mana shu uydan so'rab ko'raman. Bro, sening butun umrlik to'lolmayotgan soliqdan qarzing bor. Shuning uchun bor pulingni chiqar. Xo'sh. Pulni olib boryapsam, okey. What? Bro, shu soliqmi? Yo, wow, shuni olishni xohlayapsanmi?
Yo'q, hech qachon olmayman. Bo'ldi, agarda soliqni to'lamasanglar, shuna ahvoliga tushasizlar. O, aybet, okey, yaxshi. Aybet, hali soliqni olmagan yetilarim juda ko'p. Shu yerda taqqilatib ko'ramiz-a. Qo'y, uyda kimdir bormi? Kechirasiz, soliqni bermasangiz o'lasiz. Shuning uchun soliqni topshirsangiz. Okey. Bu juda kam-ku. Qo'y. Bro! Uje kecham bo'lib qoldi. Tayyor yotoqxona ham oldim-da. Okey. Mazza qilyapman o'zim. Yana bir ikkita uylarga kirsam, barcha soliqlarni olaman. Xo'sh, mana shu yerga kirsak. Okey. Kechirasiz, sizni soliqdan qariz bor ekan. Hozirroq bermasangiz o'lasiz. Okey. Bu kamu? Mayli, o'g'lingizni o'ldirmasam, sizni o'ldirishimga to'g'ri keladi. Mana soliqlarning yarmi, o'zi ham mehnat qilib topgan soliqlarimni olib kelyapman. Qo'y, tezroq soliqni topshir, bo'lmasa 7-osmonda ko'rasan o'zingni. Okey. Yo, bro, soliqni topshirsangiz, addushi, soliq, addushi yurayapsiz, soliq, siz buyrakdasiz, addushi, rahmat, soliq, rahmat. Soliq, rahmat, addushi, soliqni bersangiz, rahmat, addushi, soliq, siz ham buyrakdasiz, soliq. Soliq. What? Qayerga ketyapsiz? Ey, bro, soliq. What, bro? Mana boss barcha soliqlarni olib keldim. Okey, mana. To'xtang, meni oyligim bermaysizmi? Attiga bittangiz Murod. Ko'proq oylik bering. Yosh bolaga pul nima keragi bu? Nima? Normal gapir, kim yosh bola? Ortingga qara. To'g'ri aytasiz, yosh bolaga pul nima kerak? Bo'ldi, sizlarni aldashdi, sizlarni pullaringni olib qo'yayotgan odam mana bu. Endi biz buni o'ldirishimiz kerak. Okey, bola, saflaninglar. Mana shuni boss deb tasavvur qilinglar va buni o'ldiringlar. Okey. Yaxshi. Let's go. Parkurchilik mahoratinglarni ham sinab ko'rish kerak. Go. Okey. Okey, yaxshi. Yetinlarim o'zimni. Okey. Bro, what the? Bu yerda qanaqa mashg'ulot bo'lyapti? Menimcha kamon otish. Xo'sh. Okey, yaxshi, bro. O'sha endi ikkinchisi. Yaxshi. Uchinchisi endi, xo'sh. Yaxshi. Yes. Xo'p, endi to'rtinchisi. Okey. Bro! Chul, bo'ldi, sizlar urushga tayyorsizlar. Endi sizlar bossni oldiga olib borayotgan portal ochishinglar kerak, tushunarlimi? Okey, unda tezlashinglar. Uje juda tez qurib tashlashyapti. Men ungacha narsalarimni olib kelib turay, uje qo'rg'on chiqib qolishi mumkin. Okey, ikkita nonni olamiz. Uje bo'ldi, portalni qurib bo'lgandir. Tezroq urushni boshlash kerak. Go, tezlashimiz kerak. Bo'ldi. Nima o'ryapsizlar buni? Norasida bo'lani. Bro! Qo'y sen, mana buni buzib tashla. A few moments later. Hali ham bo'lmadimi, Bolla, qochib turinglar. Nimalar bo'lib ketdi? Nihoyat. Yaxshi. Yaxshi, portal. Aybet, bo'ldi, endi hamma birma-bir portalga kirishni boshlasin. Ishni tugatib bo'lganinglardan keyin o'zim orqalardan boraman. Voy xudoyim. Menimcha ishni bitirib bo'lishdi. Oh my god. Bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. O'sha eshitma qolmabdi-yu bu yerda. Okey. Qani bino bor edi bu yerda. Menimcha ishlar ham bitdi. Endi orqaga qaytaversam ham bo'laveradi. Nihoyat men qishloqqa qaytdim. Stop. Qishloqda hech kim yo'qmi? Hamma urushga borib qaytib kelmaganmi deyman, o'lib ketib. What? Sizlar omon qolibsizlar-ku. Demak, sivilizatsiyani boshlasak bo'ladi. Okey, bo'ldi. Mana shu yerda sivilizatsiyani boshlasak bo'ladi, tushunarlimi? Go, bosuringlar gazga. A few moments later. Qani bir 2 yoshli kuraylikchi, o'sha sivilizatsiya boshlanish kerak. Endi nima qilsam ekan, Hozirgi kunlar. Yo, what's up bro, man? Yo, bo'ldi. Nima gap yo'layaptimi? Ishlar bilan charchamay.
Boss? Boss, sizga ham qiz kerakmi? Qiz topib beraymi? Sen o'z ishingni a'lo darajada bajarding. Seni hamma taniydi, jetlar ovlovchisisan endi. Endi seni teringni almashtiramiz. Nima? Terim ishlamoqchimisizlar? Boss, serios gapiryapsizmi? Yana senmi? Yo'q, kelma, yo'qol, kelma, ketmayman men joyga. Yo'qol! Ish a'lo darajada bajarildi. Unda ketdik biz ham teri zavodga. Yo'q, meni qo'yib yuboringlar, ketishni istayman. Yo'q, o'zim terim yaxshi, qo'yib yuboringlar meni. Yo'q. Qanday bega o'tib qoldim? Ana menmi? What bu menmi bu? Qanaqasiga? Boss, shunaqasi ham bo'ladimi? Qanday men bu terga o'tib qoldim? Ortimdan yur, ish bor. Okey, o'rtasidan yuray, xo'sh, okey. Boss, kelib qoldikmi o'sha oyog'imga yoqib charchab ketdim. To'xta. Aha. Ana 3-4 ta soliqlarni olib kelasan. Yana soliqmi? Soliqlarni olib mening ko'shanamga olib bor. Mayli, siz ketavering. Okey, yana soliq. Ay bet, okey, endi men soliqlarni olishim kerak, xo'sh, qanday qurolim? Mana ketdim endi, xo'sh.